Mana bu yil biz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligining 33 yilligi munosabati bilan joylarda turli xil tadbirlar amalga oshirmoqdamiz. Ushbu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bosh qomus ekanligi va uning hayotga izchil islohotlarning huquqiy asosi ekanligidan dalolat berishini targ'ibot qilishdir. Shundan ko'rinib turibdiki, konstitutsiyamiz haqiqatdan ham inson, jamiyat, davlat g'oyalariga asoslanib qabul qilingan bo'lib, aynan yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz qabul qilinganiga mana 2 yil davomida yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz asosida faoliyat olib borayotgan ekanmiz. So'nggi yillardagi amalga oshirilayotgan islohotlarning tub mohiyati, ahamiyatida konstitutsiyamizning huquqiy asos sifatidagi o'rni beqiyos ekanligini aytib o'tishimiz lozim. Konstitutsiyamizning har bir moddasida eng avvalo inson eng oliy qadriyat ekanligi, uning shaxsiy huquq va erkinliklari qonuniy ta'minlanishi kafolatlanganligini yana bir bor aytib o'tish lozim. Bundan tashqari konstitutsiyamizda majburiy mehnat taqiqlangani, yoshlar huquqlarining kafolatlab qo'yilgani va bir qator yangi normalarni jo bo'lgani ham konstitutsiyamizning dunyo davlatlari e'tirof etib turadigan eng yuqori o'rinlarda turadigan obro'li konstitutsiyalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Konstitutsiyamizda shuningdek, xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi masalasiga alohida e'tibor qaratilgan va buning natijasida bugungi kunda ayollarimizga ko'rsatilayotgan e'tibor, g'amxo'rlik tubdan o'zgarmoqda va xotin-qizlarimiz uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar kundan kunga oshirilmoqda. Buning natijasida bugungi kunda xotin-qizlarning ta'lim olishi, davlat boshqaruvidagi faoliyatlari nihoyatda keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Xususan, bugungi kunda talabalarimiz 1,5 milliondan ortiq talaba yigit qizlarimiz bo'lsa, buning 50% dan ortig'i aynan xotin-qizlarimiz ekani e'tirofga loyiqdir. Jumladan, bakalavriat ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan qizlarimizga 2023-yildan so'ng ta'lim kreditlarining 0% da berilishi va shuningdek magistratura bosqichiga qabul qilingan qizlarimizni aynan davlat granti asosida tahsil olayotgani bu bizni quvontiradi. Kelgusida mana shu konstitutsiyamizning izchil islohotlarimizni huquqiy asosi sifatidagi rolini yanada ham oshirishga, O'zbekiston Respublikasi hududida biz deputat sifatida joylarga borganimizda targ'ibotini yil mobaynida kuchaytirishga hissa qo'shishimiz zarur. O'ylaymanki, konstitutsiyamiz xalq konstitutsiyasi va u bilan birgalikda konstitutsiyamiz dunyoning eng ko'zga ko'ringan davlatlari konstitutsiyalardan andoza olib qabul qilinganligini hammamiz birdek his qilamiz.